Ayni kunlarda Qorolbozor tumanida g'allachilikda qishki agrotexnik tadbirlarni sifatli amalga oshirish orqali bo'lg'usi don xirmonlariga mustahkam poydevor qo'yilmoqda. Bu borada yer egalari qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solmoqdalar. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Qoraqalpog'istonning poyonsiz yaylovlarga tutashgan ekin maydonlarida yetishtirilayotgan g'allaning salmog'i har yili yuqori bo'layapti. Bu yil tumanda 5926 gektar yerga ekilgan bug'doyning serhosil navlari bir tekisda unib chiqqanligining guvohi bo'lish mumkin. Ayni chog'da tumanda ish olib borayotgan 175 ta fermer o'z faoliyatini bozor munosabatlariga mos ravishda tashkil etib, g'alla parvarishini tizimli yo'lga qo'ymoqda. Muhim agrotexnik tadbirlarni o'z muddat me'yorlarida qo'llash yuzasidan tuman fermerlar kengashi tomonidan tuzilgan ishchi guruh kuni kecha tumandagi Navbahor hududida faoliyat ko'rsatayotgan fermer xo'jaligida bo'ldilar. Bu yerda yosh maysalarning bugungi holati bilan yaqindan tanishib, keksa dehqon ish ko'zini biladigan fermer Sherali aka Norovning ish usullariga yuqori baho berildi. Ta'bir joiz bo'lsa, qishloq xo'jaligi sohasida mo'l hosil yetishtirish jarayonlarida ko'p yillik tajriba qo'l kelishi bor gap. Aynan qish pallasida tuproqni boyitish va uning unumdorligini ko'tarib, yer tarkibini yaxshilashda mahalliy o'g'itning ahamiyati beqiyos deydi Sherali Norov. Ekkan 30 gektar maydonimiz to'liq tuplash davrida turibdi. Asosan ekish davrida asosiy masala yerni tayyorlash. Yerni o'ta tekis holatga keltirib tayyorlansa, to'liq tup bo'ladi va suv ham bir tekis yotadi. O'simlikning rivojlanishi ham bir xil bo'ladi, natijada yuqori hosil olinadi. Aytish mumkinki, hozirgi kecha kunduzda fermer o'z zimmasidagi ulkan mas'uliyatni dildan his etishi joiz. Chunki u xalqimizning rizq nasibasini mo'l va sifatli bo'lishiga albatta daxldordir. Shu ma'noda Qorolbozor tumanida yer bilan tillashib, yangicha yondashuvlar asosida ishni tashkil etayotgan Sherali aka Norov kabi fermerlarning g'allachilikdagi ish jarayonlarini o'rganish va boshqa hududlarda keng tatbiq etishda tuman fermerlar kengashi mavjud barcha imkoniyatlarni ishga solayapti.